Farzandingizni bolalar bog'chasiga qanday tayyorlash kerak? Farzandingiz bolalar bog'chasiga yozilgan bo'lsa va siz juda tez orada kichkintoyingizni bolalar bog'chasiga moslashtirish uchun yuborishingizni bilsangiz, tayyorgarlikni boshlashingiz kerak. Va faqat bolangiz bilan bog'cha nima haqida gaplashishning o'zi yetarli emas. Bolani qanday tayyorlash kerak? Bir necha qadamlar mavjud. Birinchi qadam. Sizning chaqalogingiz qanchalik kichkina bo'lganligi va u qanchalik katta bo'lganligi va uning bolalar bog'chasidagi boshqa katta bolalarga qo'shilish vaqti kelgani haqida rasmlar bilan suhbatlar. Ikkinchi qadam. Biz bolalar bog'chasi haqidagi kitoblarni o'qiymiz va qahramonlarning bolalar bog'chasiga borishi qanchalik yaxshi va qiziqarli ekanligini sharhlaymiz. Men Eduard Uspenskiyning Vera va Anfisa haqidagi kitobini tavsiya qilaman. U yerda aynan bolalar bog'chasi haqida ajoyib syujet bor. Uchinchi qadam. Bolalar bog'chasini ko'rsatamiz. Sayr paytida eng yaqin bolalar bog'chasiga boramiz. Soat 10 dan 12 gacha bolalarni albatta ko'rasiz. Siz bolalarni va tarbiyachini ko'rsatasiz. Bolalar u yerda vaqtni qanday quvnoq o'tkazayotganini aytib bering. 4-qadam. Bolalarni bog'chadan qanday olib ketishayotganini ko'rsatamiz. Kechqurun soat 5-6 larda istalgan bog'chaga boring va ota-onalar farzandlarini qanday qilib uyga olib ketishlarini bolangizga ko'rsating. Bu juda muhim, chunki erta bolalikning asosiy qo'rquvlaridan biri onadan ajralishdir. 5-qadam. Bola tayinlangan bolalar bog'chasi bilan tanishish. Bolalar bog'chasiga birga boring, guruhga qarang va o'qituvchi bilan o'zingiz uchrashing. Ushbu qadamlar bolangizga bog'chaga qiziqish uyg'otadi va u yerga katta xursandchilik bilan borishni boshlashiga yordam beradi.